qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunini dehqonlarga sunamiz. Xitoy istixborotining chet eldagi harakatlarini tekshirish, tadqiq qilish maqsadida olib berilayotgan faoliyatga moslashish uchun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning jadval to'ldirishi talab qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Solih Xudoyor apandining xalqimizga chaqirig'ini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi so'zlab qilishimning sababi, ya'ni ekran oldiga chiqib qilishimning sababi xalqimizni mushu Xitoy istixborotininki chet elda bizningki harakatimizni buzish uchun, ya'ni umumiy xalqimizni qo'rqitish uchun, davosimizni buzish uchun epirayotgan istixborot harekatlarini tekshirish haqida bir jadvalni to'ldirishinglarni o'tirib qo'yishga chaqiriq qilishga bu videoni echib qoldim. Ba'zilaringning xabari bor, masalan bu Nicholas Eftimides deb bir sobiq qarshi istixborotchi bor, Amerikaniki. Öz vaqtida Xitoy istixborot harakatlari to'g'riliq nurg'un kitobni yozgan va davlatda Amerika davlatida shunga aloqador ish harakatlanib borgan. Bu kishi hozir bir tadqiqotchi bo'lish sifati bilan, ya'ni Pensilvaniyada Penn State University'da bir professorlik qiladi, ya'ni shu istixborotga aloqadorlik. Shuningga bu kishi shu Sharq Turkistonniki Xitoyniki Sharq Turkistonliklarga, ya'ni Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga olib berayotgan yoshirin istixborot harakatlari haqida bir tadqiqot olib bormoqchi bo'lib, bu jadvalni laylab bizningki buni tashviq qilib berishiga talab qildi. Shuningga men barliq qarindoshlarimizni, dünyanın Amerikadagi qarindoshlarimizniki bu jadvalni to'shqizishinglarni, ya'ni bilishinglarcha to'shqizishinglarni. Chunki agar bu Xitoy josuslarini, Xitoyning istixborot harakatlarini tozalaymiz desak, oldi bilan bu amerikaliklar buni obdan tushunish kerak. Shuning uchun bu jadval shunda laylandi. Hamda bu yerda masalan savollarning bir qismlari desak, birinchisi siz Uyg'urmi yoki Uyg'ur bo'lmasangiz o'zingizni qanday ifodalaysiz, ya'ni qaysi millatdan? Siz shu Xitoy kompartiyasi va hukumatiningki sizni va yoki atroflaringizdagini kishilarni shu o'ziga moyil qilish harakatlaridan xabaringiz bormi? Uchinchisi, masalan sizningki shu siyosiy faoliyat, ya'ni kishilik siyosiy huquqlar va kishilik huquq va mustaqillikqa aloqador siyosiy harakatlaringizni avomda qilgan bayonlaringiz haqida birisi kelib sizni bu haqida siz bilan aloqalashdimi? Masalan to'xtatish uchun yoki bunday qilma, masalan bayroq ko'tarma, Sharq Turkiston desang bo'lmaydi, mustaqillik desang bo'lmaydi, namoyish qilsang bo'lmaydi yoki namoyishga chiqma, Amerika qarshi namoyish qilyapsan deb shunda ishlarni qilgan bo'ldimi va bu kishilar qanday o'rinlarni, masalan Xitoy istixborotining idoralaridami, birlashma shtatlaridami yoki hatto o'zingizning turishlik davlatingizdagi atalmish aktivistlar yoki tashkilotlarmi shunda sizga da'vat qilgan yoki boshqa kishilarmi? Bular sizga qanday aloqalashdi? Masalan telefon orqaliqmi, ilxat orqaliqmi, mesaj orqaliqmi, masalan WhatsApp, Signal yoki Xitoyniki Weixingdamdo, Douyindamdo nimalar qatorliq yoki o'z tarani nima qildimi? Undan keyin masalan sizni qancha qitim aloqalashdi? Masalan qanchinchi ayning qanchinchida yoki qanchinchi yilning qanchinchi oyida? Undan keyin bu kishiningki sizning aloqalashishiningki maqsadi nima edi? Masalan sizningki
avamda chiqib o'sha Sharq Turkiston uchun Uyg'urlarning ozodligi, mustaqillik uchun kurash qilishini to'sash uchun aloqalashdimi yoki sizni maningga berib yoki aningga berib josuslik qil deb aloqalashdimi yoki sizningki fikringizni nimangizni almashtirish uchun aloqalashdimi yoki uchur egallash uchun aloqalashdimi yoki boshqa masalan boshqa sabab bo'lsa yozishinglar kerak ma sababdan aloqalashdi deb. Ondan keyin yana shu Xitoy istixborotininki organlari bilan yoki Xitoy kompartiyasining organlari bilan aloqangiz bormi? Masalan, bu aloqa qanday olib borilyotdi? Masalan, bayon degandek, shu Apple orqali olib borilyotdi yoki ochiq email orqali olib borilyotdi yoki maxfiy email orqali olib borilyotdi, telefon orqali olib borilyotdi yoki text message uchur yozish orqali olib borilyotdi degandek. Andan keyin masalan Xitoy shu hukumati amaldorlari sizdan nima talab qilyapti? Qanday uchurlarni yoki qanday harakat qilishingizni talab qilyapti? Andan keyin qaysi davlatda va davlatning yozgandan keyin agar mumkin bo'lsa, masalan qaysi shtatda, masalan yoki viloyatda turyapsiz hozir Xitoy hukumati va uningki qo'lchimoqchilari, masalan shu kompartiyasi bo'lsin, tashkilotlar orqali bo'lsin, shaxslar orqali bo'lsin, tijoriy qurumlar orqali bo'lsin, siz qarshi bir harakat etmadimi? Masalan, obro'yingizni ziydilash harakatlarini etmadimi? Sizni va yoki oilangizni tehdit qildimi? Ya'ni Xitoy istixboroti va uning qo'lchimoqchilari, masalan, xain, munofiq shu qatorga kiradi. Masalan, sizningki qilayotgan tashkilotingizning ishlariga yoki tijoratingizga aralashib o'tiramdi, to'sqinlik qilyapti va yoki hukumatga masalan Amerika hukumatiga yoki ma'lum boshqa bir chet el hukumatiga sizni yolg'on shikoyat qilib, bu terrorchi, bu islomchi, bu oqchi, bu ko'kchi deb shikoyat qildimi yoki boshqa narsa bo'lsa yozishinglar kerak. Ondan sirt agar shu siz mana tafsili eng oxirgi savoli bu professorniki, agar shu tafsili vaziyetingiz orqali shu jadvalni to'shqizab savollarga bergan javob qarata men bilan tafsili aloqalashib buni kirishga, ya'ni men bilan degani professor Nicholas Eftimides bilan tafsili kirishib aloqalashishni xohlamsiz va agar xohlasangiz ilxat adresingizni qo'yib qo'ying deydi. Aziz xalqim, bu muhim, chunki ichimizni tozalamay turib, Xitoyninki istixborot harakatlaridan qutulmay turib biz davosimizningki ilgirilishi, o'zimizningki chet eldami bexatar ishimizni qilishimiz mumkin emasligini kundan kun sir ko'ryapmiz. Xitoy g'alchilari turli vositalar bilan o'zining odamlarini ishlatib, bu davoni yo'q qilaman deb yoki kontrol qilaman deb yoki qilayotgan harakatlarimizni to'sayman deb turli harakatlarni olib boryapti. Shuning uchun Amerika hukumatiningki buni qarshi harakat qilish uchun oldi va boshqa davlatlarning g'arb davlatlarining buni qarshi harakat qilish uchun oldi bilan bu ishni qanday olib boryapti, Xitoy bu harakatni qanday qilayotganligini tadqiq qilib bilish kerak. Shuning uchun bu sobiq qarshi istixborotchi va hozirgi shu istixborotga aloqador tadqiqotchi professor Nicholas Eftimides apandim buni necha oy burun bizga shunda ish qilg'imiz, shunda bir narsani nima qilg'im bordi, men vaqtim yetgan chog'da evatib bo'lsam sizlar tashviq qilib beramiz deganda, shuning bilan ma'qul deb nima qildik. Ammalarninki bu jadvalni to'shqizishinglarni, samimiy to'shqizishinglarni va
bu yerden korkmanglar çünkü bu yerde ismingni nimangni hech kimga oshkorlanmaydi. Fakat keyin doklad qilgan vaqtda buni ochiq doklad qiladi. Ochiq doklad qilgan vaqtda ismingni atamay nima dushman tarafidan kimligingni bilalaydigan muhim uchurlarni nim qilmay manda vaziyatlar bo'layotidi. Xitoy manda ishlarni olib boryotidi, Xitoy istixboroti deb bir doklad chiqaradi. Shu doklad chiqqandan keyin undan keyin bu Amerikadagi va G'arbdagi qarshi istixborot bo'limlari Xitoyninki istixborot tadqiqotlariga yaxshi va samimiy kuchli tadbir olib va bizningki mustaqillik harakatimiz sağlam mağdu ve bizningki qutulishimizga, davlatimizni asli keltirishiga bir foydasi bo'ladi. Shuning uchun buni hammanglarningki to'ldirishinglarni, samimiy to'ldirishinglarni va amberlab qo'yishinglarni samimiy tilayman. Xitoy katibashi Xi Jinping 6 may va 7 may kuni Fransiyani ziyorat qilish uchun Parijga yetib kelgan. Bu fursatni g'animat bilgan Sharq Turkiston surgundi hukumatı Fransiya Uyg'ur birligi Xi Jinpingning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati, mustamlikasi, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash, Fransiya hukumatini Xitoyning bu jinoiy qilmishlarini to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilish maqsadida 6 may kuni Parijda namoyish o'tkazib, ezilayotgan Sharq Turkiston xalqining ovozini yangratdi. Namoyishga 30 dan ortiq Sharq Turkistonlik qatnashdi. Fransiya Uyg'ur birligining boshlig'i, Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin ministri Mirqadir Mirsat apandi axborot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda millionlagan insonlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, chidag'usiz qiynab, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bayon qilish bilan birga, buning xalqaroning keskin bir hal qilish chorasini qo'llanish orqali oxirlashtirilishi kerakligini aytdi. Libération toute-terraine, continue de résister et d'espérer la libération. Notre manifestation Gerçi tajovuzchi zolim Xitoyning muajiratda yashayotgan Uyg'urlarga va ularning Sharq Turkistondagi oila a'zolariga qarata besimi, parakandachiligi to'xtovsiz bo'lsa-mu, Mirqadir Mirzat apandi muajiratga Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlarni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kurishidan voz kechmaslikka, dodil bo'lishga, vatandagi bir necha nafar oila a'zosining bexatarligini nazarda tutib, Sharq Turkistondagi barliq turk xalqining manfaatini ziyonga uchratmaslikka da'vat qildi. Faoliyatchi Patrik Yonnasio Xitoyga qarshi elib berilgan namoyishga qatnashib, Emmanuel Macron cho'qim bu begunoh xalqlarga qaratilgan insoniyatga qarshi barliq jinoyatlarni ayblashi va jazolashi kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 6 may kuni buningga aloqador axborot e'lon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Fransiya Uyg'ur birligi jamiyati 2024-yili 6 may dushanba kuni Parijning La Madeleine maydonida muhim ahamiyatga ega namoyish o'tkazdi. Xitoy rahbari Xi Jinpingning davlat ishlari ziyoratiga qarshi elib berilgan bu namoyishda Sharq Turkiston xalqining o'z vatanida davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi jiddiy iltimosini gavdalantirdi. Namoyishda Uyg'ur diasporasining necha 10 a'zosi va Fransiyadagi qo'llovchilar bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkiston va xalqining qiyinchiligini gavdalantirdi. Faoliyatda Xitoyning keng ko'lamli tutib turish, majburiy emgakka selish, jismoniy va kulturni yo'qotishni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik harakatining dunyoviy inkosini talab qiladiganligi gavdalantirildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin ministri va Fransiya Uyg'ur birligining raisi Mirqadir Mirzat apandi Sharq Turkistondagi og'ir qiyinchilikni ta'kidlab, bu lagerlar rasmiy turmalarga o'zgartirilyotidi. Bu Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga xotima bermasligining shum belgisi dedi. Namoyishchilar Fransiya hukumatini bu adolatsizlikka qarshi dunyoviy tirishchanlik ko'rsatishga chaqiriq qilib, Prezident Macron va Fransiya hukumatining prinsipal pozitsiyada bo'lishini talab qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni qat'iy ayblashga, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatini oxirlashtirishdagi amaliy harakatlarni qo'llashga chaqirdi. Undan boshqa Mirqadir Mirzat apandi Fransiyani Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika qilish masalasini hal qilishga chaqiriq qilib, Fransiya Sharq Turkistonning ishg'oliyati va mustamlikasini yadroliq masala deb tunishi, Sharq Turkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tashabbus qilishi, o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipidagi tarixiy va'dasiga hurmat qilish kerak dedi. Namoyishchilar Fransiya parlamentini konkret harakat qo'llanishga, Fransiyani xalqaro ommaviy ittifoqlashtirib,
irqiy qirg'inchilikqa bevosita qatnashgan Xitoy amaldorlari va o'rinlariga qattiq jazo yurgizishga chaqirdi. Namoyish ommaning diqqatini Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ahvoliga markazlashtirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Fransiya Uyg'ur birligi barliq qatnashuvchilar va qo'llovchilarga minnatdorlik bildirib, o'zlarining Sharq Turkiston xalqining mustaqilligi va erkinligini tashabbus qilish irodasini qayta ta'kidladi. Fransiya Uyg'ur jamiyatining Shi Jinpingning Fransiyaga qilgan ziyoratiga qarshilik ko'rsatib, Fransiyadan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishini talab qilib o'tkazgan namoyishi Breitbart xabar kanalida 7 may kuni, Xabar Nido kanalida 6 may kuni xabar qilindi. Shi Jinpingning ziyorati Fransiya prezidenti Makronga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayblash fursati yaratdi. Diplomat xabar torining 6 may kunidagi xabarda Xitoy prezidenti Shi Jinpingning 6 may va 7 may kunidagi Fransiya ziyorati Emmanuel Makronga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash fursati yaratdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissarligi ishxonasi qatorliq tashkilotlar Xitoy hukumatining 2017-yildan boshlab Sharq Turkistondagi taxminan 11 million Uyg'urni qayta tarbiyalash lagerida tutib turganligini, tutqun qilinganlarning diniy cheklamaga uchrash, majburiy qul qilish va majburiy tug'mas qilib etish qilmishining qurboniga aylanganligini doklad qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor muxbirning ziyoratini qabul qilganda Sharq Turkistonning Xitoyning zeminining 6dan birini egallaydiganligini, Xitoy ishg'ol qilib olib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb nom berganligini, xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining borligini, shunga uni Sharq Turkiston deb atash kerakligini aytib, taxminan 26 million nufusi bor Sharq Turkiston 1949-yili Xitoy tarafidan qo'shib olindi. Uyg'urlarga qartilgan hujumning yadroliq sababi diniy e'tiqod bo'lmasdan, balki Xitoyning mustamlikchiligi dedi. Salih Xudoyor 1993-yili Sharq Turkistonda tug'ilgan Uyg'ur. U kichik vaqtida tag'asining cheklangan siyosiy kitobni o'qiganligi uchun 10 yil turmaga tashlanganligiga shohid bo'lgan. Yaqinqi bir necha yil mobaynida uning oilasidan 4 kishi Xitoyning turmasi va jazo lagerlarida o'lgan. U 2 yoshga kirganda dadasi Sharq Turkistondan ayrilib chet elga chiqqan. Dadasi 1998-yili Amerikada panohlik tilashdan burun oldi bilan Shvetsiya va Angliyaga borgan. Salih Xudoyor onasi, qarindoshlari bilan 2000-yili Amerikaga kelgan. Hozir ayoli va 2 bolasi bilan Virjiniya shtatining Fairfax shahrida yashaydi. U 2019-yildan 2023-yilgacha Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri bo'lgan. U biz Fransiyaning Xitoy hukumatining yolg'on va'dasiga aldanmasligini umid qilamiz. Xitoy dunyoni ko'ldirtib vaqtni o'tayotdi. Fransiya cho'qim Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashi kerak. Bu bizning qutulishimizdagi birdan-bir yo'l. Fransiya Amerikada ma'qullangan turli qonunlarni ma'qullab, Sharq Turkistondagi ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni qo'llashi kerak. Biz Fransiyaning Amerikaga o'xshash qonunlarni ma'qullashini umid qilamiz. Makron Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin ministri Mirqadir Mirzat va Fransiya Uyg'ur birligi bilan aloqalashish kerak dedi. 10 davlat bilan chegaralangan Sharq Turkiston Beyjing uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, mo'l miqdorda ko'mir, gaz, neft, litiy, sinik, qo'g'ishin va paxta chiqadi. Salih Xudoyorning aytishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi majburiy emgakka tayinib, dunyoni arzon baholiq buyumlar bilan ta'minlaydi. Muajiratda yashayotganlarning soni 1 million atrofida bo'lib, O'rta Osiyodagi davlatlarda taxminan 75%ni egallaydi. Surgundi hukumat demokratik yo'l bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qiladi. Erkin davlatlarda yashaydigan a'zolardan tarkib topadi. O'rta Osiyoning sirtidagi muajirat ikkiga bo'lingan bo'lib, Germaniyaning Myunxenga joylashgan Dunyo Uyg'ur qurultayi qatorliq guruhlar Sharq Turkiston uchun davlatning o'z taqdirini o'zi belgilash talabini emas, balki kishilik huquqqa ahamiyat berishni xohlaydi. Ular Sharq Turkiston surgundi hukumatining terrorlik tashkiloti ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Bu Xitoyning muajiratni parchalash va ba'zi a'zolarni yolg'on ayblash strategiyasining natijasi deyildi. Xabarda muxbirning savaligi tufaylidan Sharq Turkistonning yer maydoni Xitoyning yer maydonining 6dan birini egallaydi. Sharq Turkistonning nufusi 26 million atrofida deyilib qolgan. Amaliyotda Tashqi ishlar ministerimiz Salih Xudoyor apandi har qanday axborot va o'rinning ziyoratini qabul qilganda Sharq Turkistonning yer maydonining Xitoyning yer maydonining 5dan birini egallaydiganligini, nufusining 35 milliondan 40 millionga tushganligini aytadi. O'qimishliqlar sepidagi nupuzga tayinib tasmiliq shalg'utliq tutumini bozor topqizish bilan
Yoshurun aldagi royish fuqarolik sepiga o'tish hodisalari millat istiqboli uchun elib aytganda ichidan xuratquchi vaboliq jihatdan farqsiz tutum, ijtimoiy illat va marazliklar jumlasidandir. Agar bu tür illat va zehniy marazliklar asoratlik davrlarda normallik bilingan, ammo bugünkidek surgundi, qo'g'landi, qochqin va musofirlikda sarson yashashga majbur qilish tufayli masalaning benormalligi uqilgan turibmi, yuqorqidek benormallikqa to'lgan illatlarimiz qaytadan tirilmaydiganga ojiqish o'rniga adashga qarab ketayotgan bo'lsa, bu bizning hilam tangri qamchisidan silkinishni bilmasdan zulmga oshna bo'lishni davomlashtirayotganligimizni, angsizligimizga qaratib tekkizilgan uqubat qamchilarini yeb turibmi, angliqlashishni ichimizdan rad qiladigan xohishga ega bo'lib kelayotganligimizni tushundirdi. Shundoqla mazlumlikdan iborat tajovuzchi zolimga qarshi har turli qarshilik vositalarini ishlab chiqarish engimizni harakatdan to'xtatishga elib bordi. Hamda mazlumlik suhbatimizda harakat va qarshilik qilishda vosita tanlamaslik imtiyozlariga ega bo'lishimizga qaramay, qahramonlarcha yashash imtiyozi va salohiyatini cho'rib tashlayotganligimizni, qisqasi zolimning qo'lida halok bo'lishga moyillik ichida ketayotganligimizni, haqqa kelganda bo'yin to'lg'ashqa, mustamlikachiga kelganda uningdan shafqat kutib parda orqasida nomaqullik ko'zini qisishga tayyor holatda ekanligimizni tushuntirib berdi. Burhan Muhammadning maqolalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.